Yandex chaqirgan ekansizlar, keluvdimmi? Bo'ldi, tushdim, liftdaman. Ozgina kutib turing. Ozgina kutsak shu. 20 dan beri kutib o'tiribman, singlim sizni. Kutasiz deb taksi bo'lganingizdan keyin pulni berib olman. Отказ qilib yuboraman, kerakmi menga? Yandex chaqiruvmidingiz singlim? Chaqirganim, mashina mahallaning boshidagi musorxonaga tashlab keting. Singlim, g'alati emasmi? Bundan ko'ra farosatingizni ishlatib, o'zingiz erinmasdan 200 metr tashlab kelsangiz bo'lardi-ku, Yandex ovora qilmasdan. Nima farqi bor? Pulingizni berib olman-ku. Aka, assalomu alaykum. Yandexmi? Sizni chaqirtiruvdik-a, mashina shunday omonat berib qo'yasiz, men lokasiyan ko'rsatib qo'yganman. Mana shu joyga olib berasiz. Mana shu raqamga telefon qilsangiz kutib olishadi. Lokasiyan belgilab qo'ygan. Mana shuni olib berasiz. Bo'ldi, xo'p aka. Menga qara uka, Yandexmi deng? Dastavkani sendan berib yuborishdimi? Ha, Yandexdan mana dastavkasi. Bo'l, shoshmay tur ukam, ichini tekshirib oling. Menga qara, nima buni ichida ming so'm kam? Bilmadim aka, mana shu kashlon berishini shu kashlon olib kelib beraman sizga. Ichida nima bor, nima yo'qligini bilganim yo'q. Menga qara, to'chma bu yoqqa hazillashyapsanmi? Aka, uyalmaysizmi mana shunday harom pul topgani? Xohlasangiz mashinamga kamera qo'yib qo'yganman. Kashlongiz ichidagi hech narsasiga tegganim yo'q. Ko'chaga 4 ta non topaman, oilamni boqaman deb chiqqanman. Birovni haqqini yeyman deb chiqmaganman. Bunaqa ish qilmang. Otam teng inson ekansiz. Shu videoda ko'rgan holatingiz siz uchun tanish emasmi? Kommentariyada fikrlarni qoldiringlar va iltimos sizlardan mehnatimiz uchun like bosib, tarqatib, storyga qo'yib, bitta poddержка qilib yuboringlar. Rahmat jigarlar.